do'stlar, xabaringlar bor. Har kunlik videolar qo'yib, ustalarimiz bilan qanaqa montaj jarayonini qilayotganimizni tanishtirib boraman. Qorasuvdagi obyektimizni bugun 4-kun. Bu taraflar mana ikkita bazalt sloy bilan izolyatsiya bo'ldi. Bu qismiga cho'qqilariga Penaplex. Mana yonini ham ikkita sloy 5 sm bilan yopishtirishni boshlaganmiz. Razbeshka shvov bor, ya'ni yonlari ham uzunasiga ham mana e'tibor bersanglar, shvovlari bir-biriga tushmaydi. O'shaning uchun ham bu sistema ishlaydi. Ya'ni mosik holida ichkaridan ham tashqaridan ham issiq o'tmaydi. Bazaltlarni tushirib oldik. Mana qo'shni taraf ustalarimiz hozir obedda dam olishyapti. To'g'rimi? Damku. Biza chakmaymiz, sog'lom turmush tarzi. 10 cm izolyatsiya bo'lyapti bu qismiga.